O, mana yosh bolalar rakvinasi, unitazlari alohida. Necha puldan bo'ladi? Yosh bolalarimiz uchun aka. Mana bu Xitoy davlati ishlab chiqarilgan ikkala dizayn asosida aka. Bular ham xuddi shu bitta firma Pianino modeli deb hisoblanadi bular aka. Kotelnilar keladigan bo'lsa, kospinli bollarimiz bor aka. Necha litrli bu? Bu aka 300 litrli. Bu unitazlarimiz aka Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. Italiya dizayn asosida ishlab chiqarilgan rangli unitazlarimiz 5 shumli, chachratmaydi aka, sarg'ayib ketmaydi. 10 yil kafolati bor bu unitazlarimiz. Yaxshi. Aka, mana shunaqa komplekt qilib berasizlar-ku? Qanchalarda aylanishi mumkin? Misol bitta zamonaviy qilib, bitta misol sanozirga shunaqa qilib berish. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon shahridamiz. Azizlar, o'zimizning klinikani To'ri ko'chasini, mana shu Gilamni bilasizlar. Gilam do'konining yonida Pro Home, ya'ni santexnika magazini ochilgan ekan. Bu yerda absolyutni hamma narsa bor ekan. Santexnikaga kerak bo'ladigan o'sha premium klassdagi chet el tovarlari, zamonaviy trenddagi tovarlar hammasi bor, topishingiz mumkin va O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari ham bor, kelishilgan holatda. Xudo xolasa, bu yerda to'liq obzor joylashtiramiz. Mabodo boshqa viloyatlardan, boshqa tumanlardan kelmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimizda lokatsiyasi ham qoldiriladi va ekranda telefon raqamlariga bemalol bog'lansanglar, sizlarga manzilda ham tushuntirib o'tishadi. Videomizni oxirigacha tomosha qilib azizlar, shunaqa foydali videoroliklarni ko'proq chiqishini xohlasanglar, klassifikatsiyasini bosib qo'yishni unutmanglar va kanalimizga mehmon bo'lsanglar, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor. Bossanglar, bizga obuna bo'lasizlar va biz har kuni sizlarga shunaqa foydali ma'lumotlar, foydali videoroliklar yuklab boramiz. Birinchilardan tomosha qilishingiz mumkin. Bo'lmasam videoni cho'zmasdan boshladik, harakatdik. Qadrdonlar, bo'lmasa biz ichkariga kirdik. Sizlarga Mansur aka bilan birgalikda ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xushlayapsizlar. Qanaqa mahsulotlar bor sizlardan? Qanaqa mahsulotlar topasiz? Bizda aka santexnikaga oidki hamma narsamiz bor. Yevropaniki, Xitoyniki, Italiyaniki, bari brendli tovarlarimiz bor. Sizlarga umumiy narxlari haqida va pullar haqida ma'lumot beramiz bo'lsam. Birinchi kelgan boshlaylik. Aristonlarimiz Rossiya Xitoy savdosining Blesk firmasiga asosan chul kafolatli aristonlarimiz bor. Bularimiz narxlari 1 million so'mdan boshlab 10 talik, 15 talik nimaga qarab keta oladi, limitiga qarab. Ha, bu endi o'zimizga o'xshagan oddiy variant ariston. Endi bular necha litrli bu? 10 litrli u. Kuxnyaga, kichkina joylarga, rakvinan taylariga juda mos keladigan narsa. Necha puldan chiqadi 10 litrlik? Ular 1 million 12 ming so'm aka. Qayerda mahsulot? Rossiya Xitoy savdosining 3 yil kafolati bor aka. Buchi? Bu O'zbekiston Turkiya savdosining narsa. 50 litrli Energy firmasiga ishlab chiqariladi. Bowler. Necha pul narxi? Bunimiz narxi aka 1 million 160 ming so'm chiqadi aka. 1 million 160 ming so'm. Va boshqa turdagilari ham bor. Bor. Germanskiy nimaliklari. Bu yerda endi boshqacharoq. Buni kattaroqlar ham 100 litrlilar? 100 litrlar bor aka. Bu tomonda bor ekan. Bular qancha? Gorizontal holatda bor. Bularimiz 1 million 413 ming so'm chiqadi aka. Katta, kichik, hozir nima? Gorizontal variantimiz bor, Yevropaniki Eco Power deb. Universalniy holatda qo'yib foydalansa ham bo'limini oladi. Bu necha pul? Gorizontal. Bunimiz 1 million 800 ming so'm chiqadi aka. 100 litrliga bu ham? 80 litrli variant. Tushunarli? Endi bu yerda ko'prik poli radiatorlar. Iloji bo'lsa narxni dollarga aytaverasiz. Boshqa chet davlatlardan kuzatadiganlar oson tushunib olish uchun. Tushunarli aka. Radiatorlarimiz bor, bimetal deb 19,5 dollar, 195 dollar chiqadi aka. Bitta qorasmi yoki bitta 10 talik seksiyasi. Donasi 19,5 dollar chiqadi aka. 19,5 dollar. Qayerda mahsulot bu? Bu Rossiya Italiya savdosining narsa. Avvalgi ekan? Ha. Pastdagichi Yanina. Bular ham bir xil modellar chiqaradi. Bu ham bor. Bu ham bir xil narsa aka. Kimgadir qanaqadir dizayn yoqadigan bo'lsa, shu dizayniga mos, nimasi dekoratsiyasiga mos qilib beramiz. Bularchi? Bular ham xuddi shu bitta firma Pianino modeli deb hisoblanadi bular aka. Kotelnilar keladigan bo'lsa, kospinli bollarimiz bor aka. Necha litrli bu? Bu aka 300 litrli. Narxlar necha puldan boshlanadi? 810 dan boshlanadi aka. 810 dollar. 810 dollar. 200 litrli gazeviy aka. Slim modeldagi Ariston firmamiz bor aka. Polni nerjavika bilan qoplangan 10 yil kafolatiga ega. Tushunarli. Endi dollarda tekanimiz sababi hammasi chet eldan kirib keladi, dollarga kirib keladi, to'g'rimi? Shuning uchun oson tushunish olish. Endi bu tomonda elektriskiy va gazeviy kotyollar. Shunaqa. Tepadaglarimiz gazeviy kotyollarimiz, pastdagilar elektriskiy kotyollarimiz. Gazeviylar necha puldan bular? Gazeviylarimizga keladigan bo'lsa, aka 430 dollardan boshlab aka 1300 dollargacha bor aka. Bu Turkiya va Yevropa savdosi. Savdosi aka. Necha pul aynan mana shunisi? Aynan unisi aka 430 dollar chiqadi. 430 dollar. Va bu tomonda kattalari ham bor. Ha, bular elektriskiy. Haligi gibrid variantlari ham bor. Ham elektrga, ham gazga ishlaydiganlar. Universal ishlaydigan kotyollarimiz bor. Hozir bu yerda joyimiz kichkinalik hisobiga olib chiqmaganmiz. Unda ham kotyol, haligi o'tin, ko'mir, gaz, elektrga ishlaydigan variantlarimiz ham bor aka. Xudo xolasa, kotyolda hamma xili bor. Bu tomonda endi nasoslarmi? Nasoslar suv uchun moslangan nima variantlariga umli nasoslarimiz bor aka. Italyanskiy nasoslarimiz bor, barcha turdagi.
Xitoy versiyalari bor aka. Endi bu turlari ko'pligi uchun bular necha puldan boshlanishini aytamiz, bular necha puldan boshlanadi? Bular aka 72 dollardan tortib 313 dollargacha chiqadi aka. Tushunarli. Bular chisto Italiya mahsuloti 10 yil kafolati bilan hisoblanadi. Tushunarli. Endi bu tomonda buni anaqa kichik aksessuarlari, Aksessuarlar, terilgan tayyor shablon holatlari, kollektorlar, gidrostrelka. tushunarli. Santexnikalarimiz bo'lsa yaxshi tushunishadi. Endi bular narxlari turi ko'p, videomiz cho'zilib ketib qoladi. Bular narxlari bo'yicha telefon Kollektorlar keladigan bo'lsa, Xitoy varianti bor, Turkiyaniki bor aka, Yevropaniki bor, hamma variantda nechtaligi so'raydigan bo'lsa, hamma modellari bor aka. Bu yerda filtrlar. Bistri montajda mahsulotlari aka, tayyor holatdagi narsalar aka. To'g'ri, montaj qilishga aniq qo'yganmi? Ha, udobniy qilingan. Bu yerda Bu yerda aka, Rossiyadan keltirilgan Rostur plastik nimalarimiz bor, turbo fittinglarimiz bor aka. bu yerda pasta ham bor. Pasta ham bor, 5 shumli hisoblangan, mashina bossa ham sinmaydigan turbalarimiz bor, Turkiyaning mahsuloti. Tushunarli. Bu tomonda o'zini To'pli shilinkalar. pol shilankalar aka. Necha pullardan boshlanadi buni? 1 metrga hisoblanadimi? Metriga hisoblanadi aka. Metriga 5300 so'mdan tortib 13000 so'mgacha chiqadigani bor aka. Oq, issiq suv, sovuq suv. Gidrotsiya ham bor-da, buni ham to'g'rimi? Ha, Pastki izolyatsionni qara. izolyatsionni nimalar aka, shum izolyatsiyalar aka, shablonlar aka. Xudo xolasa hamma mahsulotda bor santexnikani. Tushunarli. Xo'sh, bu tomonda yana nimalar? Tomonda filtrlarimiz bor aka. Kuxnyan tagiga aka. Necha puldan bular? Bularimiz aka 500 dollar chiqadi aka, 300 dollar chiqadi, nimasiga qarab. Bular alishib nimalari rosa udobli narsa. Eng full variantlar aka. zamonaviylari. Nimalari chiqib, alishora imiriyataniki imini. Tushunarli. Bu tomonda mana tanishib o'tdinglar. Endi unitazlarga keladigan bo'lsak, unitazlar qayerdagi? Bu unitazlarimiz aka Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. Italiya dizayni asosida ishlab chiqarilgan rangli unitazlarimiz 5 shumli, chachratmaydi aka, sarg'ayib ketmaydi. 10 yil kafolati bor bu unitazlarimiz. Yaxshilari, necha pullar bular? Bularimiz aka 300 dollardan chiqadi aka. Ba'zi bitasi 300 dollar. 300 dollardan Buni chiqadi. eng arzon variantlari qanaqa bo'ladi? Arzon variantlari oppoq modellarimiz bor aka. 120 dollardan boshlab aka 500 dollargacha nimalarimiz bor. Unitazlarda har to'lagilar bor. Eng oxirgi eng so'nggi versiyalari bor aka. Endi shashagellar ham bor, nari tomonda ko'rsatib o'taman. Chashkalarimiz bor Bu yerda aka. orqasi Podvisno variantlarimiz bor aka unitazda. devorda o'ziga. Qanchadan? Chashkalarimiz. Bularimiz aka 160 dollardan tortib 290 dollargacha chiqadigan modellari bor aka. Bular oddiylarmi shu 160 dollarlarmi bular? Yo'q, bular italyanskiy model hisoblanadi aka. Bularimiz 240 dollar chiqadi. Anaqa sensor nesi yo'qmi? Unaqalardan Sensorli bor. Bor, mana Ulardan ham bor, smart unitazlarimiz ham bor aka. Mana bular endi to'rtta tomonga har xildan inib qo'yishgan. Har xil davlatniki. Ha, anaqalari knopkalar bu tomonda. Knopkani xohlagan variantida qo'yib bera olamiz, chunki biz hali aksessuar uchun qo'yib qo'yamiz. U knopka kelganda, knopka kelgan variantlarimiz juda ko'p. Ranglilari sevuvchilar uchun izjaniki bor aka. Necha puldan bular? Bularimiz aka 430 dollardan chiqadi aka. 10 yil kafolati bor aka. Bular zo'rlardan keladi. Oxirgi versiyalari aka. Bularchi? Bu modellarimiz hammasi italyanskiy modellar aka. Unitazi, bides, komplet o'zini holatiga yo'q, o'zini bering deydigan bo'lsa, o'zini ham kelishib nima qila olamiz. Bu modelimiz. Kompletmi bular? Ha, bidesi nimasi bilan birga. Yo'q, menga bides kerak emas, unitazi kerak deganga unitazini o'zini beramiz. Alohida. Biz aksessuar uchun nima qilib bir xilda holat qilib qo'yganmiz. Necha puldan chiqaramiz komplettlari? Ha, kompletlariga keladigan bo'lsa 450 dollar, 480 dollar aka, 430 dollar shunaqa atrofida chiqadi. Nu hammasi italyanskiy mahsulot bo'lib hisoblanadi. Tushunarli. Bularchi? Bularimiz akrilik chashkalar aka. Nimani ustiga qo'l yuvish uchun, nima uchun qo'yiladigan chashkalarimiz. Buni ham har xil modeli, har xil tipi bor aka. Necha puldan boshlanadi bular? Bularimiz aka 80 dollar, 78 ashdan boshlanaveradi. 80. Tushunarli. Bular qanaqa endi? Bulardan qanaqasini? Bularimiz ham o'rnatiladigan holatimi bu? Ha, bu agregati installyatsiyasi, devorga ichiga kirib ketadigan mexanizm aka. Buni ham mana 4 xil modeli bor aka. Italyanskiy, Xitoy, Turkiya va Ozarbayjonniki bor aka. Tushunarli. Bu tomonni ko'rib turibsizlar. Bular qanaqa endi bu ajoyib ekan? Bularimiz haliga dekorativniy joylarga qo'yiladigan unitazlarimiz. Dumaloq variantini olganlarga. Bular necha puldan aka? Bularimiz 350 dollar chiqadi aka. 350 dollar. Bu tomonga endi komplekt terib qo'ygansizlar. Tayyor holat qilib qo'yganmiz. Xuddi shuni hammasini terib beradi desa, hammasini hisob kitobini terib qilib beramiz. Misol uchun kimgadir dizaynini o'zgartirib bering, menga bu smesitel emas, boshqa smesitel qo'yib bering degan odamga alishtirib ham bera olamiz. Hamma yo'g'ini komplekt o'ziga mos holat qiladigan nimamiz bor. Remontga qarab. Albatta. Bu avvalgisi ajoyib ekan bu. Ha, bu ham hali noodatiy narsa. Zo'r. Har xillari bor ekan. Qoyil qoldim. Santimetr katta. Bu tomonda kichkina yosh bolalarnikini ham ko'rdim, adashmasam. Yosh bolalarniki ham bor aka. Yosh bolalarnikini ham 2 xil, 3 xil modellarimiz bor aka. Ularni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana yosh bolalar rakvinasi, unitazlari alohida. Necha
Necha puldan bo'ladi? Yosh bolalarimiz uchun aka. Mana bu Xitoy davlati ishlab chiqarilgan ikkala dizayn asosida aka, bunimiz $110 hisoblanadi aka. Men o'zimizda nima qilib ishlab chiqarilgan ekan, Gozo firmamizniki bor aka. Ularimiz 700 ming so'm chiqadi aka. Chashka rakinasi $100 chiqadi aka. Mana kichkinasi. Imini Konna firmaniki aka. Sarg'ayib ketmaydi materiali. 10 yil kafolati bor aka. O'zini g'irali ajoyib ekan. Zo'r. Bu tomonda Semisitel, dushovoy, mustahab hamma mahsulotlarimiz bor aka. bularda narxlarni kelaylik. Necha puldan boshlanadi bular? Kuxna semisitellarimiz aka. Asosan $25 tortib $80 gacha bor aka. Turiga qarab, Ha. holatiga qarab. Tipiga nimasiga qarab turib, so'nggi modeldagi versiyalari bor Ha, aka. bu kuxnaniki bular. Bular pastki qatorlarimiz kuxna uchun beramiz. Ha, bularda rakvinalar uchun. Necha puldan bular? Rakvina semisitellarimiz aka. $25 tortib aka $135 gacha bor aka. Bular- Italyanskiy, Xitoy Bular ham model. rakvinaniki? Bular ham rakvina. Bular suvni vodopad qilib tushirib berish uchun moslangan Ha. aka. Ha. Yayab tushirib beradi. Bu tepadagilarki. Bularimiz aka ichki nimaniki? Mustahabniki. Mustahabniki. Necha puldan bular? Bularimiz aka $55 tortib $80 gacha bor ekan. Zo'r. Endi bu tomonda qanaqaniki? Sanuzeldagi. Bular shu internetda trend bo'layotgan har xil turdagi zamonaviy so'rimi? Albatta aka. Bu nima Eng oxirgi funksiyalari bor? versiyasi. Yomg'irli tushirib beradi. Yong'inli tushirib beradi aka. Mana u nimasini xohlagan joyingizga qo'ysangiz o'rnaydi. Misol uchun gidromassaj nimasiga o'rnatib turib, devorga yo o'rtaga yo orqaga qo'yib oladigan bo'lsangiz ham, bu ham ikki xil tipda Xohlasangiz tepaga. Xohlasangiz tepaga bo'ladi. Qo'shimcha mikrofonlari bor aka. Bu ham ikki xil pozitsiyada ishlaydi. Ana aka. mikrofon nima kerak? Mikrofon haliga olib nima qilish uchun udobli hisoblanadi. Undan tashqari gusaydan, men pastidan suv ham tushib beradi aka. Suvni ham yayab oldiga tashlab, tagiga tashlab qo'ymaydi, bundayroq tushirib beradi aka. Graduslar ko'rsatib turadi. Graduslar ko'rsatadi aka. Aytgan pozitsiyangizga olib o'zgartirsangiz bo'laveradi. Qayerda mahsulot bu? Xitoy mahsuloti aka. Nechi pul bo'ladi? Materiali chista latun aka. Bularimiz $240 chiqadi aka. Zo'r narxiga arziydi. Bu pastda yana Mustahablarimiz, italyanskiy mustahablarimiz bor aka. Necha Chista puldan latun aka. Boshlanishi aka $35 dan tortib $160 gacha mustahablarimiz bor aka. bo'ladi? Endi bularni misol $200 dan ortiq aytdingiz narxini. Arzonlari ham bor. Arzonlari bor, $110 chiqadiganlari bor aka, $120 chiqadigan modellari bor aka. Narxli. So'nggi versiyalari. Eng arzoni necha pul chiqadi bu yerda? Dushovoy semisitelimizmi aka? Dushovoy semisitelimizning eng arzoni aka $80 chiqadi. U ham lekin chista latun hisoblanadi. Materiallari zanglamaydi, xizmat qiladigan narsa. Mexanizmlari original hisoblangan aka. Tushunarli. Bu tomonda ko'rdinglar, bu tomonda yana qo'shimcha aksessuar jihozlar, rakvinalardagi bu tomon oynalar necha puldan? Oynalarni so'raydi o'tida bitta o'rganchimiz. Necha puldan chiqadi? Oynalarimiz aka $55 dan tortib $255 gacha bor aka. Kichkina kamerada ishtirok ko'rayotganman, lekin katta ekan-chi bu. Biriga bir 90 ga 90 barcha turdagi Sensormi yonadi? Antipallari bor aka. Oyna parlanmaydi aka. 3 xil svet yonadi. Misol uchun mana bittasini obrazsiz uchun nima qilganmiz? Bu 3 xil nimada yon beradi aka. Shohona xohlaganlarga, shohona variantlar, tillarni yaxshi ko'radiganlarga. Aka, mana shunaqa komplekt qilib berasizlar-ku? Qanchalarda aylanishi mumkin? Misol bitta zamonaviy qilib, bitta misol samolyotga shunaqa qilib berish. Taxminan aka. Polniy uni ichki montaj bilan qiladigani bor, tashqi montaj bilan. Misol uchun manolar ichki montaj dushovoy semisitellar, manolar narujniy tashqi montajlilari. Tashqi montajda qiladigan bo'lsa, sal byudjetniroq variant bo'ladi aka. Ichki montajda qiladigan bo'lsa, ishcha balandroq bo'ladi. Bu skritniy montaj bo'ladi. Hamma yo'q kelib ketadi, nimani o'zi chiqadi aka. Demak, tanlagan narxiga qarab narxi ketadi. Ancha deyish qiyin-da, to'g'rimi? To'g'ri aka. Tushunarli. Kombinatsiya holat qilib bera olamiz aka. To'g'ri ko'rib turibsizlar. Bu ham rakinani ham haligi yopishtiradigan variant ekanda. Подвесной variant aka. Buni 3 xil sveti bor. Bu imini bu modelimizni seriyasi, mokrisi, oq modellari bor aka. Necha pul narxi buni? Bularimiz aka $175 chiqadi aka. $175 dan. Endi bu tomonda endi hammasini tushunib oldinglar endi. Juda cho'zilib ketadi. Alohida endi vannalarga kelaylik. Vannani turlari, narxi necha pul? Qayerda mahsulot kelgan? Bu aka O'zbekistonning mahsuloti. O'zimiz ishlab chiqargan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan aka. Chista zavod, eksportga chiqaradigan modellari bu aka. Nechaga necha? Bu modelimiz 130 ga 130 modeli aka. Bu yerda o'tirsa bo'ladi. Kattaligi ancha katta. Materiali Akril. akril. 10 yil kafolati bor aka. Sarg'aymaydi, takramaydi asosiysi aka. To'g'ri, takrash ham. Materiallari, serialari qalin qo'yilgan holatda. Bu modelimiz ham 90 ga 90 modelidan 165 gacha modeli bor aka. Aynan mana shuni necha pulga berasiz? Bu modelimiz aka $330 qilib beramiz aka. $330 mana shu eksportning varianti. Ha. Yaxshi. Endi bu yerda kichkinaroq variantlari, bular necha puldan? Bularimiz aka $230 chiqadi, 220. $180 dan tortib aka bu katta kichik nimasi videoga qarab turib chiqarib bera olamiz. $600, $650 gacha chiqa oladi aka. Bu stoykali variant ekanda bu. Ha.
So'lkalar bor. Endi bunaqa variantlarichi? Bu Parus modellarimiz aka. Buni ham har xil 10 chap modellari bor aka. Necha puldan qilib Bu berasiz? 170. Bularimiz aka $310, $290. Yana bitta tipi bor aka. Arzonroq chiqadigan modellari bor aka. Tushunarli. Bu yerda oddiy o'zimiz vannachi. O'zimiz tekis plashdan vannalarimiz aka. Narxi necha puldan chiqadi bular? Arzoni. Bularimiz aka $200 chiqadi aka. $200 chiqadi. Endi bu sizlar endi bu do'konda eng yaxshilarini yiqqansizlar-ku. Oddiy arzonchi variantlaridan deyarli yo'q ekan. Asosan yaxshilarini yig'ilgan. Bu sifatli aka, xizmat qiladigan narsa garantiya. Oddiy misol byudjetniy variantimiz bu chiqadigan bo'lsa ham bunga ham hozir 10 yil kafolati bor aka. Eng byudjetniysiga ham, ha? Tushunarli. Endi bu tomondagi aksesuarlarni ko'rib turibsizlar, bu tomondagilarni ham endi hamma didiga qarab olaveradi. Bulardan hozir hamchasiga to'xtalsak, videomiz juda cho'zilib ketib qolar ekan. Bularni nima tomonda aytib o'ting-a? Bu ichki dushlarimiz bu aka. Skritniy dushlarimiz. Sistemasi buni. Necha pul bo'ladi shu skritniylar? Mana shular. Skritniylarimiz aka. $230 tortib $400 variantlarimiz bor ekan. Bu modellarimiz aka $270 chiqadi aka. To'rt xil komplektlari bilan. Ha. Hozirgi yangi svetimiz, mokriy bo'layotgan svetimiz grey rangimiz. Gold, buni mat gold varianti ham bor aka. Matlisi. Ha. Aynan mana shunga o'xshagan. Yo'q, bu matli emas ekan. Yo'q, xuddi shuni matli varianti bor aka. Tushunarli. Mana qatirib ulgurmadik. Necha yil bo'ldi aka ochganliklariga bu boshlanganiga bu yerda? Aka 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri xalq xizmatidamiz. Ko'pchilik o'zi taniydi. Taniydi. Va bu tomonda yana ko'rsatib o'tmagan narsalarimiz ko'p. Ya'ni saunanikini отдельный bitta obzor tayyorlaymiz. Endi sauna qilmoqchi bo'lganlarga hamma narsa bor. Basen, sauna qilmoqchi bo'lgan hamma narsani qilib berasizlar. Bor aka. Endi akam yana butun O'zbekiston bo'ylab kuzatishadi. Dastlabki masalalar qanaqa bo'ladi? Bepulmi yoki kelishilgan holatdami qanaqa? Dastlabki xizmatlarimiz shahar ichi besplatniy aka. Qayerga bo'lsa besplatniy o'zimiz yetkazib beramiz. Rayonlarga, viloyatlarga kelishilgan holatda aka. Taksilardan chiqarib berasizlar. Chiqarib yuboramiz. Tushunarli. Azizlar, hali ham klassik ko'chasini bosmagan bo'lsanglar bosib qo'yinglar va bu yerda yana mana shu narsalarni aytib o'tmadik. Bularni santexnikalarimiz o'zlari kelib hisoblasa bo'ladi yoki bo'lmasa telefon qilsanglar, sizlarga alohida hisob kitoblarni qilib berishadi.